Mening hacim dadam. Hacim dadamning dadisi bo'lib, mening cho'ng dadam bo'ldi. U chaç soqollari oqargan, doim badam do'ppa kiyib olgan, kulimsirab turadigan, xizr sifat bir kishi. U haramga berib haj qilib qaytib kelgandan keyin navroqachilarim hojim dada deb chaqirishga boshlabdi. Shunga men shundoq chaqiraman. 2016-yili Dubayni sayohat qilib, Misrga qaytib, Misrni sayohat qildik. Bir kuni atdigan hojim dadam masjidga mangan chog'da menni ergishib oldim. U meni billa masjidga apardi. Masjiddan qaytgan chog'da billa do'konga bordik. U men yaxshi ko'radigan bir mo'ch narsani ilib berdi. Men to'liq xush bo'ldim. U boshqa navlarga mehribon edi. Qiyinchiligi borlarga yordam qiladi. O'quvchilarni yaxshi o'qishga undaydi. 2016-yili 8-oyda vatanga qaytdi. 2017-yili aloqamiz uzilib qoldi. Biz boshqalardan lagerga akirib ketganligini angladik. Men uni bek sevgandim. Biz tuvan yeni bir ma'lumimiz Muhammed Ablajonninki nutqini anglab chiqdik. Muhammedninki kiyinishi intayin yaxshi, sahna elishi intayin yaxshi, sahna qiyofati to'lim yaxshi. Bu yerga birdan bir men his qilgan tuzatuvasi bo'ldi degan bir kichik bir nuqson, kamchilik emas, yetarsizlik emas, shu qo'lni qo'lga tutib olgan bir holat. Chunki bunda bo'lganda sahnada erkin azod bo'lgandek odamni qarshi tarafga sahnada erkin azod bo'lgandek bir hissiyot bermaydi. Bir qatam diqqat qildim, qo'lqon tutib tashladi. Mumkin bo'lsa kichik do'stlarniki nutq so'zlagan vaqtda kichigidan tortib uşaq hareketlerini çıkınmasını, qulluqini, uya-buyani tutmasını, siylamasını, bütün hissiyatı bilan, o'ziniki chiroy ifodasi bilan, badan harakatlari bilan, ovoz hissiyotlari bilan o'z so'zlamoqchi bo'lgan nutqni eng yaxshi shaklda qarshi tarafga bir yetkazishni, singdirishga kuchini umid qilaman. Undan boshqa ba'zi sal turib olganda qilgan bilan umumiy nutqniki bog'lanishchanligi intayin yaxshi, mazmuni shunday yaxshi. Mening alayda diqqatim tortgan, zavqimni keltirgan yeri talaffuzning to'g'riligi, intayin ravon bo'lgan talaffuzda so'zladi. Undan boshqa intonatsiyasi shu jumlalarni tugan chog'dagi tiniq ilishtirmoq intayin yaxshi.